Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar hamda abituriyent yoshlar. Bugungi mavzumiz, demak, 7-mavzu tekis o'zgaruvchan harakatda ko'chish. Dastlab koordinatani vaqtga bog'lanish grafigi haqida tushuntirib o'tamiz. Koordinatani vaqtga bog'lanish grafigi, demak, shu ko'rinishda x teng x0 plus s. Asosiy formulasi, yo'l formulasi s teng v0 plus a kvadrat taqsim 2. Qachon plus, qachon minus olamiz? Mana bu plus harakat yo'nalishida bo'lsa agar plus olamiz. Harakat yo'nalishiga qarama-qarshi bo'lsa, mana bu minus olamiz. Demak, harakat yo'nalishida plus ya'ni harakat yo'nalishi x o'qi bo'yicha sodir bo'ladigan bo'lsa, plus olamiz. Agarda harakat yo'nalishi x o'qiga qarama-qarshi bo'ladigan bo'lsa, bu holatda demak minus olamiz. Formulani minus olamiz. Mana bu yerda plus minus ishoralar turibdi. Qachon plus olamiz? Qachonki tezlanuvchan harakat bo'lsa, qachon minus olamiz? Qachonki sekinlanuvchan harakatda minus olamiz. Ana endi yo'l formulalari bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Birinchi formulamiz yo'l uchun, demak, birinchisi soddasidan boshlayman. S barobar v o'rtacha ko'paytiruv t. Ana endi jism to'g'ri chizig'li harakat qilayotgan bo'lsa, jism tekis tezlanuvchan harakat qilsin yoki tekis sekinlanuvchan, farqi yo'q. Demak, jism tezlanish bilan harakat qilyaptimi? Mana shu formulani ishlatsak bo'ladi. Ya'ni dastlab tezligi v0 va oxirgi tezligi v. Bu yerda tezlanish mavjud. Vaqt bor bizda. Mana shu holat uchun demak, s barobar v o'rtacha ko'paytiruv t formuladan bemalol foydalansak bo'ladi. Xo'p. Masofa, demak, s orasidagi masofa. O'rtacha tezlik topish formulasini yozib olamiz. Hop, o'rtacha tezlik teng ekan boshlang'ich va oxirgi tezlikni qo'shib 2 ga bo'lganimiz, ya'ni o'rta arifmetikga. v0 plus v taqsim 2. Mana shu formula o'rtacha tezlikni ifodalaydi. Demak, bundan ko'rinadiki, mana bu o'rtacha tezlikni S formula mana bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bizda yo'l formulasining sodda ko'rinishi hosil bo'ladi. S barobar v0 plus v taqsim 2 ko'paygan t. Mana shu formuladan bemalol hisoblab masalalarni topsak bo'ladi. Ya'ni tezlik va hamda vaqtlar berilganda yo'l topish formulasi bu. Tezliklar va vaqtlar berilganda v0 berilyapti, v berilyapti, t berilyapti. Mana shu holat uchun demak, shu formulani ishlatsangiz oson topasiz masala yechimini. Endi ikkinchi formula. Yo'lni topishi ikkinchi formula s barobar mana shu formuladan hosil qilamiz ikkinchi formulani. Ya'ni oniy tezligini topish formulasi nima edi bizda? V barobar o'tgan darsda o'tganmiz. v0 plus at edi tezlanuvchan harakat uchun. Mana shu formulani demak, mana bu yerdagi oniy tezlik o'rniga qo'yamiz. Ya'ni oxirgi tezlik bizga oniy tezlik hisoblanadi. Demak, v0 qo'shuv buni o'rniga mana bu formulani yozib oladigan bo'lsak, v0 plus at taqsim 2 ko'paytiruv t. Mana bu yerdagi 2 ta v0 bo'ladi. 2 v0 plus at taqsim 2 ko'paygan t.
yakka bo'lib olsak bo'ladi. Mana buni 2 ga yakka bo'lib olsak 2v0 taqsim 2 plus at taqsim 2 ko'paygan t. Xo'p, bu holatda 2 bilan 2 qisqarib ketadigan bo'lsa va xadma-xad ko'paytirsak t ni ichkariga. Bizda demak v0 t plus a t kvadrat taqsim 2 yangi formula hosil bo'lyapti. Aynan ana shu formula to'g'ri x tezlanuvchan harakat yoki sekinlanuvchan harakat uchun asosiy formula hisoblanadi. Mana shu formula. Mana bu yer minus bo'lsa, sekinlanuvchanga ham yuraveradi formulasi. Mana. Demak, s barobar v0 t plus minus a t kvadrat taqsim 2. Mana shu formula yo'l formulasi hisoblanadi. Asosiysi mana shu. Xo'p, buni qachon ishlatamiz? Qachonki bizga boshlang'ich tezlik beradi, vaqt beradi, tezlanish beradi. Mana shu holatda demak, mana shu formulani ishlatishingizni tavsiya qilamiz. Mana endi 3-formula yo'l formulalari tushuntirishda davom etyapmiz. Demak, 3-formulani topish uchun yana yuqoridagi formuladan foydalanamiz. S barobar v0 plus v taqsim 2 ko'paygan t. Tezlanish topish formulasi nima edi bizda? Yoki mana shu oniy tezlikdan vaqt topib olsak bo'ladi. Ya'ni v teng v0 plus at. v0 chap tarafga olib o'tsak tenglikdan. Va ayru v0 teng a ko'paygan t. Mana shu yerdan vaqt topamiz endi. T barobar va ayru v0 taqsim a. Mana shu topilgan vaqtni yo'l formulasiga olib boramiz. Olib borib qo'yadigan bo'lsak bizda demak s barobar v0 plus v taqsim 2 ko'paytiruv t o'rniga endi mana yangi formulani olib kelamiz. Va ayru v0 taqsim a. Demak, yuqori bitta plus bitta minus va plus o'rnini almashtirsak yig'inda o'zgarmaydi. Shuning uchun v0 ni ya'ni o'ng tarafga va chap tarafga olsak a kvadrat minus b kvadrat qisqa ko'paytirish formula qolipiga tushadi. Demak, bitta plus bitta minus bo'lganda kvadratlar ayirmasini berardi. V kvadrat ayru v0 kvadrat taqsim 2a. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Bu formulada mana bu yerda qaysi tezlik katta bo'lsa, shuni birinchi yozganingiz ma'qul. Modulda yozib ketay, mana musbat chiqaveradi shunda. Demak, keyingi formulamiz bizda mana shu formula ekan. S teng v kvadrat ayru v0 kvadrat taqsim 2a. Mana bu yer mana modul qo'yib qo'ysak ham xato bo'lmaydi. Demak, bu formulani qachon ishlatamiz biz? Qachonki bizga berilsa tezliklar hamda tezlanish berilsa, mana shu formuladan osonroq topasiz. Yo'lni topish kerak bo'lsa agar. Demak, mana shu 3 ta formulani yodlab olsangiz, qiynalmaysiz, qiyinchiliklarsiz masalalarni ishlab ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, qachonki sizga boshlang'ich tezlik, oxirgi tezlik, vaqt berilsa, ya'ni tezlik plus vaqt berilsa, yuqoridagi o'rtacha tezlikdan ketasiz. Yuqoridagi formula mana shu. Qachonki boshlang'ich tezlik, vaqt, tezlanish berilsa, asosiy formula va qachonki tezlik plus tezlanish berilsa,
oxirgi formula, ya'ni 3-formuladan foydalanib bemalol hisob-kitob qilib ketsangiz bo'laveradi. Mana endi grafiklar. 3 ta grafikni birdaniga chizib ketishga harakat qilaman hozir. Ya'ni yo'lni vaqtga bog'lanish grafigi haqida tushuntirib o'taman. Yo'lni vaqtga bog'lanish grafikida yo'l har doim 0 dan boshlanadi. Koordinatadan farqli. Koordinata istalgan nuqtadan boshlanishi mumkin, lekin yo'l 0 dan boshlanadi. Demak, tekis harakat biz ko'rib o'tganmiz. Yo'lni vaqtga bog'lanish grafik tekis harakatda mana shunday to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Demak, bu tekis harakat. Endi tezlanuvchan harakatda parabola, yarim parabola shoxchalari yuqoriga qaragan bo'ladi. Bu tezlanuvchan harakat uchun, sikllanuvchan harakat uchun demak, mana shu ko'rinishda bo'lar ekan grafikimiz. Grafik pastga qaytmaydi. Mana shunday ketaveradi. 1 2 3. Demak, 1 tekis harakat, 2 tezlanuvchan, tekis tezlanuvchan desangiz ham bo'ladi. 3 sekinlanuvchan. Sekinlanuvchan harakat. Mana shu uchala grafikni farqlab olsangiz yaxshi, qiynalmay masalalarni nazariy qismiga javob berib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hop, yuqoridagi 3 ta formulani yana bir holatini tushuntirib ketishim kerak. Oxirgi tezligi 0 bo'lishi mumkin yoki jism tinch holatdan harakat boshlashi mumkin. Shu vaqtlarda, ya'ni V0 teng 0 bo'lgan holatlarda V0 ni o'chirib ketaverasiz formuladan. Shunda sizda S teng V taqsim 2 ko'paytiruv T formula hosil bo'ladi. S teng A T kvr taqsim 2 hosil bo'ladi. Agar dastlabki holat 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda V kvadrat taqsim 2A bo'ladi. Jismning tormozlanish yo'lini topish degan formula tushiradi. Masala tushiraysizda, shunda mana bu yerda jism harakatga kelyapti, mana. V0 tezlik bilan tormoz berdi. Tormoz berganda jism qaysidir nuqtada to'xtaydi baribir. Oxirgi tezlik demak 0 ga teng bo'ladi. Bizga tezlanish berilyapti. Tezlanish vektori tezlik vektoriga qarama-qarshi bo'ladi. Sabab sekinlanuvchan harakat qilganda to'xtaydi. Va mana bu uning tormozlanish yo'li. S tormozlanish deb qo'yaylik. Tormozlanish yo'li. Mana shu formulani o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni V o'rniga 0 yozib ketsak, V o'rniga 0 yozadigan bo'lsak, S teng V kvadrat taqsim 2A bo'ladi. S tormozlanish yo'li V kvadrat taqsim 2A. Qachonki tezlik plus V0. Tezlik plus tezlanish berilsa, vaqt plus tezligi berilsa, yuqoridagi birinchi formulamiz bor-ku, mana shu yerdan V0 ga 0 qo'yadigan bo'lsak, V0 taqsim 2 ko'paytiruv T. V0 taqsim 2 ko'paytiruv T degan formula hosil bo'ladi. Bu ham tormozlanish yo'lini topish uchun ancha qulay formula hisoblanadi. Demak, 5-inchisi bu Sn, ya'ni n-chi sekund. Sekundda bosib o'tgan yo'l. Sekunddagi yo'li deylik. N-chi sekunddagi yo'li, demak, Sn bilan belgiladik biz. Sn barobar V0 plus A taqsim 2 ko'paytiruv 2n minus 1 formula bilan aniqlab ketaveramiz. Agarda V0 teng 0 bo'ladigan bo'lsa,
Bu holatda Sn barobar a taqsim 2 ko'paytiruv 2n minus 1. N nima bu yerda? N bu n-chi sekund. N-chi sekund. Masalan, 3-sekund deyilsa n o'rniga 3 olasiz. 5-sekund deyilsa n o'rniga 5 olib hisoblab ketaveramiz. Jism aytaylik, boshlang'ich tezliksiz. Tezlanishi 2 ga teng. 5-sekundda qancha yo'l bosadi degan savol qo'yildi bizga. Demak, boshlang'ich tezligi yo'q ekan. Masala deylik mana bu yerga. Boshlang'ich tezligi yo'q ekan. Tezlanishi 2. 5-sekundda bosib o'tgan yo'li deyapti. Demak, Sn. Demak, 2 taqsim 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 5 ayru 1. Mana bu yerda qisqarib ketsa 2lar, bizda ichkaridagi hisob-kitob 10 ayru 1. 9 metr yo'l bosar ekan. U jism 5-sekundda. Demak, grafik ajratgan mana bu yuza S yo'lni ifodalar ekan. Yo'l. Ixtiyoriy tezlikni vaqtga bog'lanish grafikida grafik ajratgan yuza eslab qolamiz. Yo'lni ifodalaydi. U harakat turi farqi yo'q, qanaqa harakat bo'lishini. Grafik ajratgan yuza demak, yo'lni ifodalar ekan. Keyingi video darslar ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.